Platsebo effekti haqida eshitganmisiz? Bir italiyalik Fabrizio Benedetti degan bir olim shunaqangi tadqiqot o'tkazganki, guruh bemorlarni ikkiga ajratilgan, ikkita guruh qilgan. Bittasiga tarakanniy jarrohlik amaliyoti, ya'ni ko'krak qafasini yorish bo'ladi. O'sha yerda og'riqlar qattiq bo'lganda, operatsiyadan keyin, jarrohlikdan keyin morfin dozasini oliy toifali vrach men sizga shuni qilyapman deb bajargan. Ikkinchisida esa hech qanday aytmasdan qanday oddiy kapelnitsa orqali qo'ysa shunday qo'yib yuboravergan programma orqali. Ana undan keyin odamlardan so'rashgandan keyin ahvolini haligi oliy toifali vrach tavsiya qilganlari yengillashib, tanasida og'riq yo'qligi haqida aytishgan. Bu odamlar esa buni bilmagan ham va og'riqda davom etavergan. Gap morfinni og'riq qoldirmasligida ketmayapti. Bu yerda ongni badaniga inson ta'sir qilish orqali kutuvida agar ijobiy bo'lyapti degan holatda bo'lsa, oliy toifali vrach menga aytdi, badani shu narsani chiqara boshladi, og'riq qoldirish effektini. Ana endi bu narsani inson ongli ravishda ongsiz jarayonlarga ta'sir qilishi mumkin degani ekan. Demak, ongingizning imkoniyatlarini o'rganish uchun biz darslarda, mashg'ulotlarda ayrim video darsliklar qilamiz. Buning uchun plus belgisini qoldiring va ana shu ilmlarni o'rganishda, o'zingizni kashf qilishda davom eting.